Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Cherry ADM Aster kanaliga xush kelibsiz. Bugungi obzorimizda sizlar bilan gibrid avtomobillar bor. Gibrid avtomobillarni bugun ko'rib chiqamiz, qanaqalari bor va qanaqa komplektatsiyalari Cherry avtosalonida mavjud. Hozirgi kunda gibrid avtomobillarimizga biz juda ham chiroyli shart-sharoitlarni qilib qo'yganmiz. Avtomobillarimizni bir kun ichida naqd yoki kredit yo muddatli to'lovga xarid qilib ketishingiz mumkin. Bizda gibrid avtomobillarimizdan qaysilari mavjud? Birdan shu savolga ham javob berib o'tib ketaman. Arizo 8 gibrid modelimiz bor. Bu sedan variantimiz. Agar yo'q sizga bahaybatroq, qanday desam, внедорожникка o'xshagani kerak bo'lsa, bu taqda sizga Tigo 8 gibrid modelimiz hamda Tigo 9 gibrid modellarimiz bor. Hozirgi kunda uchalasi ham juda populyarni, shaharda ichida ommalashgan, o'sha juda ko'p. Birinchi obzorimizda shunday qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Tigo 9 gibrid avtomobilimiz bo'ladi. O'zgacha dizaynga ega bo'lgan, diskalari ham juda chiroyli, 360 kamera bilan jihozlangan. Va bu avtomobilimiz hozirgi kunda endi qanday desam, shaharimizga juda ham tanilyapti. Shunday obzorchasini ko'rib o'taylik. Prosta bunda mana kameralari bor. Salonlarni bitta ko'ring. Salonlarni o'zgacha stilda ishlangan, o'zgacha stilda juda chiroyli qilib ishlangan. Orqalari hozircha sizlarga buni xarakteristikasini ayta olmayman, chunki hali xarakteristikasini bizga aytmayman. Nanajon, men bu yerdan ham konditsionerda havo hayda ekan-ki. Men bu yerdan bu mashina olish kerak. Alcantara mana beriladi. Ulama. Shunday nanasi o'lsin, meni ossin debdi bu. Inonchaga yetib qoldi. Ikkinchi avtomobilimiz более обширный, kattaroq qilib obzor qilayotgan avtomobilimiz Arizo 8 hybrid avtomobilimiz. Umumiy masofa bosib o'tishi 1400 kilometr bu avtomobilimiz. Mashinamiz ikkita dvigatel bilan jihozlangan. Shuni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman, o'z motorini ochib. Bu yopiq ekan mashinamiz, shunday aytib o'tib ketaman. Mashinamiz ikkita dvigatel bilan jihozlangan. 1.5 motori bu turbirованный benzinli dvigatel bo'ladi hamda 1.5 elektr dvigatel bo'ladi. Общий umumiy hisobda 300 dan ziyodroq ot kuchi bo'ladi bu avtomobilda. Mashinamiz 90 atsikonni metal. Bunga 7 yil yoki 5 yil garantiya beriladi, 150 ming kilometr bu avtomobilimizga. Avtomobilimiz to'laqonlik bilan garantiya holatda qoladi. Mashinamizda hozirgi kunda siz naqdga, kreditga yoki muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi avtomobilimiz bir kun ichida bank xodimlari mana shu yerda o'tiribdi o'zimizda. Kassalarimiz mavjud. Servisimiz juda keng, katta. Mashinamiz nima qilaman? Ulay nanajon, bu avtomobilni ko'rib sevib qoldim deb boshlasam bo'lasdi. Yo'q, davom etamiz. Diskalarga e'tibor beramiz. Litiy bo'ladi. Juda yumshoq. 235 ga 45 18 radiusdagi balonlarimiz hisoblanadi. Mashinamiz 360 kamera bilan jihozlangan. 5 ключевой доступ. Adaptivniy cruise control, удержание полоса, avtoторможение, обдув, обогрев, orqalari обогрев, 3 xil aromat hid chiqaradi bu avtomobilimiz. Bu avtomobilimiz elektrda полностью uyda ham zaryadga qilsangiz bo'ladi, hamda ko'chada qilsangiz ham bo'ladi. Bu avtomobilning orqalari ham mana ko'rib tursangiz, o'zimizda ADM Jizzaxda ishlab chiqarilyapti bu avtomobil to'laqonlik bilan. Arizo 8 gibrid orqalari shaharda ichida juda ham ko'paygan avtomobilimiz bu avtomobilimiz, chunki xalqimiz hozir asosda gibrid avtomobillarga o'tib bormoqda. Keyingi obzorimiz bitta Tigo 2 ni ham sal ko'rsatib o'tib ketamiz. Keling. Tigo 2 avtomobilimiz. Zafar ko'pini aka. 2 minut. Tigo 2 avtomobilimiz hozirgi kunda juda ham zo'r ishlab chiqarilmoqda. Bitta mashinani ko'rsatib o'ting. Bu avtomobilimiz ham 30% boshlang'ich to'lov bilan 30 oyga muddatli to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. 25% bilan esa 2 yilga hamda dalish ketaveradi. 5 yilgacha rassrochkasi buni mavjud. Rassrochka emas, endi muddatli to'lov desam ham bo'ladi. Muddatli to'lov 5 yilgacha olishingiz mumkin bu avtomobilimizni. Aziz do'stlar, hamma avtomobilimiz hozirgi kunda наличида mavjud hamda xohlagan komplektatsiya, xohlagan rangingiz. Albatta har bittangizda ADM Master Cherry avtosalonida kutib qolamiz. Bizning manzilimiz Samarqand shahar Ulug'bek rastatxonasi Cho'ponota 50A da joylashgan. ADM Master Cherry Cho'ponota. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.